oyliklar raspakovka qilaverib, ana videolarni Instagramga qo'yib jonimga tegib ketgan o'sha divan bu. Mana shu divan endi O'zbekistonda seriyni ishlab chiqarilyapti. Hozir sizlar test ko'ryapsizlar. 14-oktyabr kuni chiqqan divan, bugun 14-noyabr, 30 kun turgan mana shu model. Bu, kстати, eng arzon versiyasi. Hozir ko'ramiz, turadimi, turmaydimi. O'zi anchadan beri bez karkassiz divan ishlab chiqarmoqchi edim. Endi trend yo'q hozir. O'shanga qaysi model ishlab chiqarar ekan deb u yoqdan o'tdim, bu yoqdan o'tdim. O'zi har xil modellarni qilib ko'rganmiz. 4 ta 5 tasini qilib ko'rdik. Oxiri mashina to'xtaldik. Mana model to'xtaldik. Men tushundim, brachka bilan maslahatlashuvdim. Mana shu narsani qilish kerak demak aka. Odamlar ko'p so'rayapti mashinadan degdi. Bo'ldi, davay shundan qilamiz dedim. Hozir ko'ramiz. Mana 30 kun turdi, rost 30 kun turdi. Mana shu divan o'zimga juda qiziq bo'lyapti. Qanaqa qilib o'zini tutar ekan. Mana bu yerda mana yostiqlari preslangan. O'zi bu divanning vazni, og'irligi, общий komplektda где-то 40 kilodan 50 kilogacha bo'ladi. Ana modellarimiz har xilda, arzonrog'i bor, qimmatrog'i bor. Mana bunday qilib bu sekin ishadi hozir. Mana shunaqa yorilgan, shalpaygan holatda hozircha sekin ishi. Divanimiz sekin ishyapti. Hamma yo'q ko'ryapman. Примерно 4 soatda ishadi, 24 soatda to'liq ishadi. Kutamiz ozgina. Faqat divanimiz ishursin, biz hozir borib upakovka jarayonini ko'ramiz. Tayyor divan o'sha mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkita mana shunaqa yostuv, ikkita sidushka va mana bunaqa temirli rama. Divanni osongina yoysa bo'ladi. Mana temirlarni olib qo'yamiz. Faqat bizga kerak emas. Shunday qilib tirs. Mana 14 kilo, ikkita yostiq 14 kilo, soответственно bittasi 7 kilo. Og'irligi 7 kilo bitta yostiqni. Shuni yostiqlarni olib qo'yamiz. Da mana yostiqlar moshniy. Bu yostiqlar. Endi hozir ko'rasizlar, ishlayotganda ko'rasizlar. Ham yostiqlarni shunday qo'yamiz. Mana shunday qilib. Tirs 2 ga 2 razmerli tapchan bo'lib qoldi. Mana shunaqa yotib olib, qarang, mana udobni podushkalar. Chotki, qo'l qo'yib olishga ham. Boshi orqa tarafini ko'rasam, tushib ketmayapti. Yotib olishga zo'rda. Bog'lashda bu konkretniy. Shuni qo'yib olasan, televizorda bir qanaqa bir Interstellar kinosi nima qo'yib olib, yotib olib mazada, chillda bu. Kстати, aytmadim sizlarga, ko'rsatmadim, mana ko'rsatmayapman. Sirg'alib ketmasligi uchun anti-slip mato qilingan ustiga ko'ryapsizlar, anti-slip. Sirg'almaydigan rezinka. Eshityapsizlarmi? Chi. Ovoz chiqyapti. Hozir bu divanni upakovka qilamiz. Bolalarga yetdim. Tars selofanga tiqishadi. Presga bosib yuborishadi. Hozir mashinday bo'lib qoldi. Mana masjidga sig'di mana. Tasavvur mana masjidga sig'di hozir divan. Qaranglar mana masjid. Oraliqda. Tasavvur qilasizlar, mana yana ozgina. Shu mashinday bo'lib qoldi divan. 5 yil oldin o'zi ko'ruvdim. Xitoyliklar rosa video tashlayotdi. Такой бескаркасный divan, presevat qo'yamiz, aylantiramiz. Bu rosa qiziq qilyapti-da. Hozir mana o'zimiz qo'yamiz. Просто preslashi o'zi kam. Yana buni presda aylantirish kerak, mana skurtka qilish kerak. Hozir bolalar aylantiryapti. Sekin. O'zi mana shu divanlarni chiqarganda pastdan qanaqa qilib bosim seziladi. Borib hamma narsa poddavleniya ham qo'rqasan bir xilda. Borib otib o'rmasmikan bilmaysan. Biz mana bunaqa korobka upakovka qilamiz. Mana bunaqa temir solinadi ichiga 2 dona. 2 dona temir, so'ki ana blok ichiga solinadi. Bo'ldi, mana korobkaga solib qo'ydik. Endi hozir yopib yuboramiz bo'ldi. Kстати, korobkani ko'tarish qulay bo'lishi uchun mana bunaqa narsalarni qilib qo'yganmiz. Ko'rasizlar? Korobka og'ir, mana bunday ko'tarish qiyin. Shuning uchun mana bunday qilib yerdan uzasan, o'zi olasan. Divanni ochganimizga 25 minut bo'ldi. To'g'risi, yostiqlarni urib to'g'rilab qo'ydim. В целом нормально, yomon emas. Yostiqlarning turishi yomon emas. Mana bu sidushkasi ham o'sha bir 15% ga yana ishsa bo'ldi. Почти turdi, до конца turdi уже. Kстати, bu eng arzon versiyasi. Qimmat versiyalardan nima bilan farq qiladi? Porolonni plotnosti, ya'ni porolonni markasi bilan farq qiladi va matosi bilan. Buni matosi arzonroq, buni matosi sal yengilroq, plotnosti ham pastroq. Narigi matolar уже tukli, и такой teksturali, fakturali, tez turadi, tez g'ijimlari yo'qolib ketadi. Buniki cho'ziladi ozgina. В целом, parovoy utyug bilan bunday qilib yorsa, hamma yoq tekis bo'lib qolar ekan. Потому что mana bunda уже yaxshi-da, mana ko'ryapman, уже ancha yaxshi. Ozgina vaqtgina o'tdi. Hali ko'p vaqtdan o'tgani yo'q. Qani bitta o'tirib ko'raychi. Yostiqlari paqqa yumshoq, yana ozgina qotadi. Turish kerak-da paravon dakansa. Yaxshi. O'zbekiston bo'yicha bu divanlarimiz hozir o'zimda bor. Hozir Yandex Marketga ham kirmoqchimiz. Так что, agar sizlar Qozog'istonda, Qirg'izistonda yoki Tojikistonda bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar, biz sizlarga partiya chiqarib beramiz. Eng arzon, zo'r narxlarda. O'zingizlarga uyga olmoqchi bo'lsanglar ham murojaat qilaveringlar. Donabay 2 990 ming so'm. Eng arzon versiyasi.
Biza 24/7 aloqadamiz. Mana shu telefon nomeriga bemalol telefon qilaverasizlar. Telegram bilan Instagram opisaniyada.